Abdurrahim Ganining 2018-yili 6-oyning 23-kunidan boshlab har haftaning shanba va yakshanba kunlari Amsterdam Dam maydonida izchil namoyish jarayonida dunyoning har qaysi joylaridan Gollandiyaga sayohatga kelgan sayohatchilarga Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi qirg'inchiligini anglatib, ularning hissdoshligini qo'zg'ab, imzo qo'ydirib kelayotgan. Jadval mazmuni tuvandikicha. 1. Sistemalik milliy kamsitish va ziyonkashlik qilishni to'xtatish kerak. 2. Bu atalmish tarbiyalash markazi taqilish kerak. Amaliyotda German natsistlarining 2 dunyo urushidagi jazo lagerlari bo'lib, Sharq Turkistonliklar lagerlarga majburiy solanyotdi. Ham jismoniy va ruhiy jihatdan xo'rlashga uchrayotdi. Xitoylar ularni faqat milliy va diniy kimligidan voz kechishga emas, balki lagerdagi begunoh kishilarni och qo'yish, bosqinchilik qilish, hatto maxfiy o'ltirib o'tishga qadar razil vositalarni qo'llanayotdi. 3. Sharq Turkistonliklarning ko'zga ko'ringan arboblarini, jumladan ziyolilarni, olimlarni, san'atkorlarni, saxovatchilarni, shundoq barliq begunoh tutilgan kishilarni darhol qo'yib berish kerak. 4. Chet eldagi muhojirlarning oila taobatlarini, tuqqanlarini ko'zir qilish orqali ularga tahdid solishni, qo'rqitishni darhol to'xtatish kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komiteti bilan Yevropa Ittifoqi Kishilik huquq komitetiga yo'llanadigan imzoliq jadvalga sizmi yordamlashib, o'zingiz turayotgan davlatdagi qo'lim qo'shna, do'st birodarlaringizga, savodoshlaringizga, xizmatdoshlaringizga imzo qo'ydirib, sizmi o'zingizning bir kishilik burchingizni ado qilishingizga chaqiraman. Millatning o'rtaq ishlarida hammamiz harakatlanaylik. Tama ko'l bo'lar. Qani, harakat ko'ting. Barliq muhojiratdagi Sharq Turkistonlik aziz vatandoshlar, do'stim Abdurrahim Gani Gollandiyaning Amsterdam Dam maydonida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq oliy komitetiga va Yevropa Ittifoqi Kishilik huquq oliy komitetiga suniladigan Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini taqash va behuda tutib ketgan sarxillarimizni qo'yib o'tish to'g'risidagi jadvalga barliq muhojiratdagi aziz qarindoshlarning aktivlik bilan imzo qo'yib turishinglarni umid qilaman va bu imzo qo'yish faoliyatiga yordam qilishinglarni sizlardan tuvanishlik bilan so'rayman. Qarindoshlar Abdurahmon Hasan. Assalomu alaykum muhojiratdagi barliq qarindoshlar. Abdurahim Ganining Gollandiya Amsterdamda edib turadigan imzo qo'yish faoliyatiga chaqiriq qilamanki, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oliy komitetiga, Yevropa Birlashmasi Kishilik huquq oliy komitetiga shu imzo qo'yish faoliyati orqali vatanimizdagi jazo lagerini eng tez suratda taqilishiga, shundaqla vatanimizdagi qarindoshlarimizning erkinlikka tezroq erishish uchun sizning bir kishilik majburiyatingizni ado qilishingizni chaqiriq qilamiz. Sizning bir imzoyingiz bir qarindoshimizning hayotining erkinlik chiqishiga kafolat bo'ladi deb qarayman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. 4-oyning yog'i Amsterdam Dam maydonida izchil elib berilayotgan Yevropa Ittifoqi Kishilik huquq oliy komitetidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komitetiga yo'llanadigan Sharq Turkistondagi jazo lagerini taqash haqidagi imzoliq to'plash faoliyatiga hammanglarni safarbar qilaman.